Mana bugun biz Toshkent viloyati Qibray tumaniga kelib o'z ishimizni boshlab oldik. Padushka qismini tugatib oldik. Padushkamiz 70 ga 30, 2 teshkari uchastkaga moslashtirilgan. Kolonnalarimiz to'qib chiqarib oldik. Endi fundament qismiga o'tish jarayonidamiz. Betga kolonna bitta regul o'tadi, tochkadan bo'liniga stakanni kuyib, bitta kolonnani stokasini chiqarib ketdik. Armaturalarimiz fundamentga tashlanib ketilgan, ya'ni 12 lik armaturadan. Bu uchastkamizning razmeri 1 sotixga moslashtirilgan, ya'ni 1080 ga 780.